biznes rejalari ishlab chiqaramiz. Ular taklif berish mumkin. Mabodo qiziqish bo'lsa, bolalarimizni marhamat bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mahallada aytib jumladan 5 million so'mdan 50 million so'mgacha o'rnidagi bandlikning mijozlarimizga kiritmaslik mumkin. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik resurs hisobidan hokim yordamchisi ajratib beradi. 3 million so'mgacha shuni 5 million so'm naqd ko'rinishda beradi. Mahallalarimizda tadbirkorlik hisobidan kredit olishda qiynalib yurganlar bo'lsa, bundan tashqari mahallada yordamchi agentlarimiz faoliyat